Spondylolistezni kim davolaydi? Spondylolistez bu umurtqaning siljishi. O'zboshimchalik bilan davolash esa devordagi yoriqqa skotch yopishtirgandek. Tashqi tomondan yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin ichkarida muammo baribir o'zgarishsiz qolaveradi. To'g'ri yo'l har doim diagnostikadan boshlanadi. Keyin har bir mutaxassis o'z ishini bajaradi. Nevropatolog siljish darajasini aniqlab, sezish, refleks va mushak kuchini tekshiradi va shunga qarab davolash rejasini tuzib beradi. Fizioterapevt va LFK mutaxassisi umurtqani ushlab turadigan stabilizator mushaklarni mustahkamlab, ularni vazifasini eslatib qo'yadi. Bizga o'xshagan neyroxirurglar esa faqat holat jiddiylashganda murojaat qilasiz. Misol uchun og'riq ketmasa, siljish kuchayaversa, yurishda o'zgarish bo'lsa yoki nervlar zararlanayotgan bo'lsa, bunday holatda operatsiya qo'rqinchli emas, balki umurtqani barqaror qilishning yagona eng xavfsiz yo'li bo'lib qoladi. Har xil mayzlar, massajlar, giyohlar bilan vaqtni yo'qotmang. Xuddi olovga benzin quygandek gap. Spondylolistez kompleks yondashuvni talab qiladi. Aks holda muammo nafaqat yo'qolmaydi, balki kun sayin battarlashib ketaveradi.